Assalomu alaykum savatdaşlar. Bugün İstanbul Yabancılar için Türkçe A1 degan kitapның ikinci ders B kısmından başlap dersimizni davamlaştırımız. Qaraydigan bolsak, bu dersimizning temasi nima ekan savatdaşlar? Nerede debdi. Nerede deganimiz nima edi? Qayerda degan gapda, nada, qayerda degan gapda. B kısmınınki bugün ögünüp ötüdüğün dersimizninki temasi nima ekan savatdaşlar? Sayılar. Sayı deganimiz san degan gap. Sayılar deganimiz sallar degan gap. Yani bugün biz sanğı münasebetlik bazı kaidelerini, sallarının okuluşunu, yazılışı degandek şularını görüp çıkınız. Aslında qaraydigan bolsak, kaç, ne kadar, kaç lira debdi. Kaç deganimiz qancha, necha degan gap savatdaşlar. Ne deganimiz nima degan gap. Kadar deganimiz Uyg'urchadagi shu qadar, mayagicha degandek shuni bildiradi. Yani şu yerga qadar, bu yergacha degandek mushularni bildiradi. Hamda ne kadar deganimiz odatda qisqartirilib bir narsaninki bahosini so'ragan vaqtimizda mushundaq ishlatamiz savatdaşlar. Ne kadar deganimiz bununki pulusi qanchalik, yani qayergacha degan ma'noni bildiradi. Bu normalda bir narsaning bahosini so'raganda biz mushundaq ne kadar desek bo'ladi. Yoki buni to'liqlayman desek, baho deganni fiyat deymiz. Bunun fiyatı ne kadar desek bo'ladi. Bununki bahosi qancha pul degandek. Keyin qarasak, yana bununki o'xshash bir xil boshqa bir shakli bor. Kaç lira. Kaç deganimiz qancha degan gap, lira deganimiz Turkiyadagi pulninki atilishi, kaç lira deganimiz qancha lira, qancha pul deb mushundaq ma'nosi chiqadi. Undaqda mana yan tarafdagi dialogga qarab boqaylik savatdaşlar. Okulda kaç sınıf var? Okulda 10 sınıf var. Kaç yaşındasın? 25 yaşındayım. Telefon numaran kaç? 0 212 122 43 75. Bu kitap kaç lira? 20 lira. 1 litre süt ne kadar? 1 lira. Bularını qısqacha bir tərcümə qilib chiqsaq, okulda kaç sınıf var? Nima debdi savatdaşlar? Maktabda qancha sınıf var debdi. Okulda 10 sınıf var. Nima debdi? Maktabda 10 sınıf var debdi. Yani bu yerdagi bu sanni o'rgatmoqchi. Hamda bizniki tilimiz asosan turkcha bilan o'xshash bo'lganligi uchun buni biz qiynalmaylik qanda biladik hozir. Agar buni o'rganayotgani boshqa bir chet tillik bo'lsa, hozir bu sonlarni qaytadan o'rganish kerak. Kaç yaşındasın? Nima debdi? Qancha yaş deganimiz şu Uyg'urchadagi yaş degan gap. Hamda nima debdi bu yerda? Kaç yaşındasın? Yani sen qancha yaş degan gap savatdaşlar. 25 yaşındayım. Nima debdi? 25 yaş debdi savatdaşlar. Hamda ma'nan keyin qarasak 25 yaşında. 25 yaşımda debdi. Onun keyinden qarasak qo'shimchasi bor ekan. Yani nima uchun bu yerga mushundaq yoki yim degandek bu qo'shimcha keldi? Buni keyingi darsimizda ko'rib chiqamiz. Hozir bilib olsanglar bo'ladi. Mushundaq deydi ekanmiz deb. Telefon numaran kaç? Nima debdi? Telefon numaron qancha debdi savatdaşlar. Qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi nomerlarni o'qib o'tdik. Hamda mush yerga kelganda bir bilib oladigan nuqtamiz savatdaşlar, Turkiyada odatda telefonninki o'qilish usuli mushu bo'yicha o'qiladi. Ya'ni oldidagi 4 xonani bir o'qiymiz, keyindagi 3 xonani bir o'qiymiz, keyin yana 2 xona eshib qoladi. Buni 2 dan o'qiymiz savatdaşlar. Masalan, 0 212 122 43 75 deb mushu bo'yicha bilib olsanglar bo'ladi. Ya'ni 4 xonani bir o'qiymiz, bu 3 xonani bir o'qiymiz, ondan keyin 2 xonadan o'qiymiz mushu bo'yicha. Hamda keyin qarasak, nima debdi savatdaşlar? Bu kitap kaç lira? Nima debdi bu yerda? Bu kitap qancha lira, qancha pul debdi? 20 lira. Nima debdi? 20 lira debdi. 1 litre süt ne kadar? Nima debdi? 1 litre süt qancha pul debdi savatdaşlar? 1 lira. Qancha pul ekan? 1 lira debdi. Mushu bo'yicha bilib olsak va ishlatgan vaqtida mushu bo'yicha qo'llansak bo'ladi savatdaşlar. Hamda asta qarab boqaylik. Hozirlik çalışması debdi. Qaraydigan bo'lsak, resme bakalım. Resimde neler var? Sayı ile yazalım. Nima debdi savatdaşlar? Resimga qaraylik. Resimde nimalar var? Sayı ile yazalım. Nima debdi? San bilan yazaylik debdi savatdaşlar. Qaraydigan bo'lsak, nima bor ekan bu yerda? Sokak, insan, ağaç, bina, market, araba, lamba, çöp kutusu. Bunun için asas jihatdan bilmaydigan söz yo'q deb bilaman. Shundaqdan bir qarab o'taylik. Sokak deganimiz nima edi? Ko'cha. Inson deganimiz inson, odam, ağaç degancha daraxt degan gap. Bina, market, do'kon, araba deganimizcha mashina, lamba deganimizcha chiroq degan gapda, çöp kutusu. Çöp deganimiz axlat degan gap. Kutu deganimiz Uyg'urcha bilan o'xshash qutu degan gap. Çöp kutusu deganimiz hamda axlat sanduqi deb tarjima qilsak bo'ladi savatdaşlar.
Yani bununki tələbi de deməkçi bu oğunu ma resimga qaraydigan bolsak, bir qançalagan maşinalar barkan, bir qançalagan insonlar, odamlar barkan, daraxtlar barkan, binolar barkan, yani bularninki soni qancha deməkçi. Muşularni sanab, mashina qancha bo'lsa shuncha, odam qancha bo'lsa shuncha degandek mushu yerga yozib qo'ying deməkçi ekan. Mushu bo'yicha qilsanglar bo'ladi. Endi keyin qaraydigan bolsak, o'qima debdi. Yani o'qish qismi savoqdoshlar. Aşağıdaki diyalogları okuyalım. Fotoğraflarla eşleştirelim. Nima debdi? Astidagi diyaloglarni o'qiyli ve resimler bilen cüpleştirayli, maslashtirayli debdi. Qaraydigan bolsak, temisi nima ekan buning? Kaç debdi? Qancha degan gapkin. Qarasak bu yerda avtobus, soat degandek 10 tal resim bor ekan savoqdoshlar. Buningki 27-betdagi bu diyaloglarga qarasak, bu yerda savol so'rab, uning kendini javob bergan bir diyalog bor. Mushuningga qarab qaysi diyalogda qaysi resimning gapini qilyotidi demekçi. Şunun qarab shuni bilib olsak bo'ladi. Birincisiga qaraydigan bo'lsak, affedersiniz, Kadıköy otobüsünün numarası kaç? Nima debdi savoqdoshlar? Kechirsiz, Kadıköy avtobusining numarasi qancha debdi? Ya'ni Kadıköyga mangadigan avtobusining numari qancha debdi? Kadıköy deganimiz Istanbulninki Osiyo tarafidagi bir rayonning ismi savoqdoshlar. Nima deb javob beribdi buningga? 19. Nima debdi? 19 numaralı avtobus boradi demekçi. Keyin qarasak, saat kaç? Saat 2. Nima debdi? Saat qancha debdi? Saat 2 bo'ldi debdi savoqdoshlar. Bu kim? Bu Ronaldinho 80 numara. Nima debdi? Bu kim debdi? Bu Ronaldinho 80 numara debdi savoqdoshlar. Keyin qarasak, bende 20 lira var. Nima debdi? Mende 20 lira bor debdi savoqdoshlar. Keyin qarasak, senin evin nerede? Benim evim 209. sokakta. Nima debdi? Senin öyün qayerda? Mening uyim 209 ko'chada debdi savoqdoshlar. Keyin qarasak, 1 kilo domates kaç lira? 1 lira. Nima debdi? 1 kilo pomidor qancha bo'l debdi? 1 lira debdi. Buyurun anahtarlarınız. Oda numaranız 16. Endi bu yerga diqqat qilsak savoqdoshlar, buyurun debdi. Buyurun deganimiz endi mayadagi tarjimasida marhamat, ha, mina, eling degandek tarjimasi chiqadi. Endi buyurun deganni qanday ishlatamiz degan vaqtimizda bu odatda ma'lum bir ishni qilmoqchi bo'lgan vaqtida qarish tarafni shu marhamat, bu ishni qiling degandek bir undash shaklini bildiradi savoqdoshlar. Masalan, birisi bir uyga kelgan bo'lsa, eshikni ochib buyurun desak, marhamat kiring degan ma'noni bildiradi savoqdoshlar. Agar birisi gap qilmoqchi bo'lsa yoki bir ishni qilmoqchi bo'lsa, nima ish bo'lsin, ma'lum bir ishni qilmoqchi bo'lsa, biz bu kishiga buyurun desak, ha, amasi boshlang degan ma'noni bildiradi. Ya'ni bu shu shart-sharoitga qarab o'zgaradi demekçi. Yani şu vaqtning o'zida qanday bir ish qilinmoqchi bo'lsa, buyurun desak, ha, amasi qiling, marhamat deganda shu ishlarni bildiradi. Yani masalan, agar biz bir tamoq yeyishga o'ltirib, qarish tarafga buyurun desak, eling, tamoqqa ig'iz teging degan ma'noni bildiradi. Agar birisini o'ltirishga taklif qilmoqchi bo'lsak, ha, buyurun desak, o'ltiring degandek ma'noni bildiradi. Shundoq bilib olsanglar bo'ladi. Yani şu vaqtdagi sharoitga qarata boshqalarni bir ishga undash, marhamat deyish deb bilsanglar bo'ladi. Keyin qarasak, acil servisin numarası kaç? Acil deganimiz ciddi degan gap savoqdoshlar, servis deganimiz mulozimat degan gap. Hamda acil servis deganimiz ciddi qutqizish degan ma'noni bildiradi bu yerda. Acil servisin numarası kaç deganimiz ciddi qutqizishning numarasi qancha degan gap. 112 deb javob beribdi. Keyin qarasak, kaç yaşındasın? 30 yaşındayım. Nima debdi? Sen qancha yosh debdi? Bu nima debdi? Men 30 yoshda debdi savoqdoshlar. Keyin qarasak, bugünün tarihi nedir? 29 Ekim 2012. Nima debdi savoqdoshlar? Bugun kungi nima debdi? Tarix deganimiz Uyg'urchadagi tarix yoki vaqt, zaman degan gap savoqdoshlar. Bugun kungi nima debdi? Bugun qancha joydan qanchinchi kuni debdi? Bu nima debdi? 2012-yili 10-oyning 29 debdi. Endi bu yerga diqqat qilsak savoqdoshlar, biz Uyg'urchada oldi bilan yil, uning keyindan oy, uning keyindan kunni deymiz. Ammo turkchada nima ekan bu? Oldi bilan siz kunni deysizkan, uning keyindan oyni deysizkan, uning keyindan yilni deysizkan. Mushu bo'yicha bilib olsak bo'ladi. Endi yana bir deb qo'ydigan gap, mayada biz turkchadagi har bir oylarninki ismi bor. O'zininki, masalan, 1-oy, 2-oy, 3-oy deganning hammasidan qandaq Ocak, Şubat, Mart degandek o'zining ismi bor. Bularni o'rgansangizmi bo'ladi yoki dastlabda agar buni bak aniq bilolmasak, mushu Uyg'urcha bo'yicha 1-oy, 2-oy, 3-oy deb mushu bo'yicha desakmi, qarash taraf yana tushunadi. Mushuni bilib olsanglar bo'ladi. Endi biz hozir bu jumlalarni, dialoglarni o'qib chiqdik. Endi mushu dialoglar, mushu rasmdagi qaysilar bilan moslashadi ekan, juplashadi ekan, shularni tepib, shularni moslashtiring debdi. Shu bo'yicha qilib olsanglar bo'ladi. Hammasining tarjimasini tushunib chiqdik. Endi keyin qarasak nima deb savoqdoshlar? Ya siz debdi, siz-chi debdi. Kaç yaşındasınız? Bugünün tarihi nedir? Telefon numaranız kaç? Nima debdi? Siz qancha yosh? Bugun kungi nima?
telefon numarangiz qancha, mushularni bir deb beqing o'rganganingiz bo'yicha debda savoqdaşlar. Mushu bo'yicha deb o'zinglarni bir mashq qilib baqsanglar bo'ladi. Endi keyin qarasak savoqdaşlar, dil bilgisi debdi, grammatika qismimizda nima ekan bular? Saylar. Saylar deganimiz nimatta? Sallar degan gapdi. Qarasak bu sallar asosiy jihatdan Uyg'urcha bilan o'xshash savoqdaşlar. Faqat o'xshamaydiganda bir nechasi bor. Shularga diqqat qilib olsak, qolganlari bizningki tilimiz bilan asosiy jihatdan o'xshash. Birinchisi qarasak nima deydi ekanmiz? 0 ni 0 deydi ekanmiz, savoqdaşlar. 0. Qarasak oyada u harfi bor, ya'ni 0 emas savoqdaşlar. 0 emas. 0. Takrorlama. 0. 0. 1 o'xshash savoqdaşlar. 2 biz mau keni 2 qatim deymiz. Bu yerda turkchada shundaq 2 qatim deydigan yerlarda 1 qatim deydi savoqdaşlar. Shuni bilib olsanglar bo'ladi. 2 emas 2, 3 Uyg'urcha bilan o'xshash. Endi biz 4 ni nima deymiz? 4 deymiz shundaqmi? Ammo turkchada bu ö bilan t ning o'ttirisiga r harfi bor savoqdaşlar. 4, 4, 4. Mushu bo'yicha bilib olsanglar bo'ladi. Keyin qarasak 5 o'xshash. Onun keyinden 6. 6 emas nima ekan savoqdaşlar? 6. Keyin qarasaqchi 7 ni nima deydi ekanmiz? 7. 7. Onundan keyin 8 ni, ya'ni o'xshash 1 k bilan deymiz savoqdaşlar. 8 emas 8. 8. 9 ni nima deydi ekanmiz? 9. 9. 10 ni o'xshasha 10 deymiz. 10dan 20 gacha bo'lgan sonlarni mushu 10 deb keyiniga Uyg'urchaga o'xshashdan 1 2 3 4 deganni qo'ysak bo'ladi savoqdaşlar. Qarasak 11, 12, 13, 14, 15 degandek. Endi qarasak 20 ni nima deydi ekanmiz? 20. 20. 20 emas nima ekan savoqdaşlar? 20. 21, 22 deb mushu bo'yicha davom qilsak bo'ladi. Undan keyin 30 ni nima deydi ekanmiz? 30. 30. 30 emas 2 t emas Uyg'urchaga o'xshash 1 t bilan deymiz 30 deb. Bunun keyini o'xshash 31, 32. Undan keyin biz 40 ni nima deydi ekanmiz? 40. 40 bir bo'g'imda deymiz 40 emas savoqdaşlar. Bir bo'g'im bilan deymiz 40. Mushu bo'yicha davom qiladi. Undan keyin 50 ni nima deydi ekanmiz? 50. 50. 50 emas nima ekan? 50. Keyin qarasak 60 ni nima deydi ekanmiz? A bilan bu T deganning o'ttirisida bir tal L bor savoqdaşlar. L harfi bor. Nima deydi ekanmiz? 60. 60. 60. Mushu bo'yicha 70 Uyg'urcha bilan o'xshash 70 deymiz. 80 Uyg'urcha bilan o'xshash savoqdaşlar 80. Undan keyin 90 ni nima deydi ekanmiz? 90. 90. Onun keyinden qarasak 100 Uyg'urcha bilan o'xshash savoqdaşlar 100. Undan keyin qarasak nima debdi mayada? 101, 102 deb mushu bo'yicha davom qiladi. Endi mushu yerda bizningki bir diqqat qiladigan nuqtamiz, Uyg'urchada biz mushu 100 kelgan vaqtidami 101, 102 deb bu bo'yicha deydigan ahvollar bor savoqdaşlar. Ammo turkchada bu 100 deganimizning odatda 5iga 1 demasimi o'zidan 100 ekanligi chiqib turgandan keyin savoqdaşlar. Masalan, Uyg'urchaga o'xshash 105 demoqchi bo'lsa, unda 1 deganni demaymiz savoqdaşlar. Faqat nima deymiz ekan? 105 deb mushu bo'yicha olsak bo'ladi. Mushunga diqqat qilib olsanglar bo'ladi. Qarasak momayada nima debdi? 110, 120 deb mushu bo'yicha olibdi savoqdaşlar. Undan keyin qarasak 1000 ni nima deydi ekanmiz savoqdaşlar? 1000. Mushu bo'yicha bilib olsak bo'ladi. Undan keyin amaya qarasak nima debdi? 9000, 10000, 20000, 30000, 100000 deb mushundaq davom qiladi savoqdaşlar. Undan keyin millionni o'xshash million deydi. Undan keyin milliard deganda nima deydi ekan savoqdaşlar? Milliard. 1 milyon, 1 milyar deb mushu bo'yicha bilib olsanglar bo'ladi. Ya'ni bu sonlar asosiyatdan bizning sonlar bilan o'xshash. Boyatim deb o'tgandek, ma'lum sonlardagi talaffuzlarni to'g'rilab olsak, shu o'qilishni to'g'rilab olsak, bizga nisbatan bir qiyin emas savoqdaşlar. Shu bo'yicha bilib olsak bo'ladi. Endi biz 28-betga qarab baqsak savoqdaşlar, keyingi betga nima debdi mayada? Sayıları rakamlı yazalım. Nima debdi? 9000 2012 degandek bundaq sonlarninki yozilishini beribdi. Endi bularni mushu yerga son bo'yicha yozib beqing debdi. Ya'ni 9 desa nima yozamiz bu yerga? 9 deb mushuni yozing demakchi. Bu bizga nisbatan intayin oson, chunki bizningki tilimiz bilan asosiyatdan o'xshash bo'lganligi uchun. Endi keyin qarasak savoqdaşlar, javoblari yozalım. Nima debdi? Javoblari yozalım. Nima debdi? Mayaga bir qo'shilgan 5 degandek bundaq sonlarni beribdi. Mushuning natijasini mushu yerga harf bo'yicha yozing demakchi. Masalan 1 artı 5. Qo'shish deganni turkcha artı deymiz savoqdaşlar. Ko'paytish deganni çarpı deymiz, elishni aksi deymiz. Bölüşni bölü deymiz savoqdaşlar.
Müşəyə hazır xuddi 1-ci sinifdəki ballarıdək müşundaq matematikalik əməllərini biribdi, müşunun nəticəsini yazan, müşu arqılıq öyrənən sallarınızı təxmin pişiqlan deməkçi. 1 artı 5 eşit. Tən degəndə nima deymiz savaqdaşlar? Eşit deymiz. Bunu matematikalik usul boyunca okusam hazır 1 artı 5 eşittir. Qancha savaqdaşlar? 6. Şundaqmı? 1 qoşulğan 5 tən 6 deb bayaga 6 deb türkçe yazan deməkçi. Endi aslidagi misal örnek deganga qarasak savaqdaşlar, mushu o'rganganlarimizga qarata saat kaç? Saat 4. Ders saat kaçta? Ders saat 9'da. Bir ayda kaç gün var? Bir ayda 30 gün var. Bir yılda kaç ay var? Bir yılda 12 ay var. Sınıfta kaç öğrenci var? Sınıfta 15 öğrenci var. Kaç yaşındasınız? 24 yaşındayım. Bir çay kaç lira? Bir çay 1 lira. Telefon numaranız kaç? Telefon numaram 0 212 243 12 50. Bu diyaloglarımı biz bayatdan ko'rib o'tgan diyaloglar bilan asosiyatan o'xshash, ya'ni mushundaq sallarni qandaq deymiz deganni bilib oling demoqchi. Mushu bo'yicha ko'plab mashq qilsanglar bo'ladi savaqdoshlar. Endi aslida qaraydigan bo'lsak, kaçıncı debdi. Kaçıncı deganimiz nima uyg'urchadagi qanchinchi degan gap savaqdoshlar. Ya'ni shu sallarninki darajasini bildiryotidi. Ya'ni 1 2 3 4 desak bu son, shundaqmi savaqdoshlar? Endi birinchi, ikkinchi, birinci qavat yoki birinci sinf yoki 4-chi qatimliq degandek mushundaq sallarninki darajasini bildirgan vaqtida mushuni qandaq deymiz demoqchi. Endi uyg'urchaga diqqat qilsak savaqdoshlar, biz odatda sallarninki keyniga ince qo'shimchasini qo'shish orqali shu sallarninki darajasini yasaymiz. Misol bu son qaysi son bo'lishidan qat'iy nazar 1 desak birinci deymiz savaqdoshlar. 2 desak ikkinchi deymiz. 10 desak 10-chi deymiz. 100 desak 100-chi deymiz. 1000 desak 1000-chi deymiz. Qarasak, hammasidan keyingi biz faqat ince qo'shimchasini akasak qandaq bo'ladi ekan? Bu sallarninki darajasi yasalgan bo'ladi ekan. Ammo turkchada faqatla ince qo'shimchasi akamasdan bu ince qo'shimchasini shu sallarning o'qilishiga qarata turlaymiz. Ya'ni buningki 4 xil shakli bor. Bunu türləşninki usulları intayin adli, bu to'g'riliq Türkçe grammatika derslerining daraja sallar degan shu darajadan ko'rib olsanglar bo'ladi. Shuningda tafsiliy so'zlangan, shu orqali ko'rib olsanglar bo'ladi. Bu yerda bu to'g'riliq ortiq to'xtalib o'tmaymiz savaqdoshlar. Aslidagi bu örnek misal deganga qarab baqsaq savaqdoshlar, benim evim 1-ci katda. Nima deb savaqdoshlar? Mening uyim 1-ci qavatda deb qavatiningki qanchinchi qavat ekanligini bildiribdi. Keyin qarasaqchi sınıf kaçıncı katta? Nima debdi? Sınıf kaçıncı qavatda debdi savaqdoshlar. Qaraydigan bo'lsak, mayada 1-ci deganda J qo'shimchasi kelibdi, kaçıncı deganda J qo'shimchasi kelibdi. Ya'ni mushuning o'xshash, mushuning farqini daraja sallar degan grammatika darsidan ko'rib olasizlar demoqchi. Okul 8-ci sokakda. Nima debdi? Maktab 8-ci ko'chada debdi savaqdoshlar. Sonuncu sırada kim var? Nima debdi? Son degan nimatda eng oxiri. Eng oxirgi radda, eng oxirgi navbatda kim bor debdi savaqdoshlar. Keyin qarasak 11-ci sayfada resimler var. Nima debdi? 11-ci bətdə resimler var debdi savaqdoshlar. Qaraydigan bo'lsak, ba'zi ismlarning shundaq daraja shakli bo'ladi debdi savaqdoshlar. Masalan, bu yerdagi son deganimizga o'xshash. Mushularni shu grammatika darsidan ko'rib olsanglar bo'ladi. Keyin qarasak savaqdoshlar, aşağıdaki soruları cevaplayalım. Nima debdi? Astidagi savollarga javob beraylik debdi. Sınıfta kaç kişi var? Bir haftada kaç gün var? Siz kaç kilosunuz? Bir şişe su kaç lira? Çantada kaç kitap var? Senin evin kaçıncı katta? İstanbul'da kaç milyon insan var? Doğum tarihiniz ne? Sınıfta 1-ci sırada kim var? Sokakta kaç araba var? Hammasi tushunadigan so'zlar ekan savaqdoshlar, mushu bo'yicha o'zinglar javob berib, mushu sallarni ishlatib, sallarning darajalarini ishlatib javob berib, o'zinglarningki o'rgangan bilimlaringlarni taxmin pishiqlab qilib olsanglar bo'ladi. Endi keyingi betga qaraydigan bo'lsak savaqdoshlar, 29-bet dillama debdi, anglash bo'limi. Diyalogu dinleyelim, forumdaki boşlukları dolduralım. Nima debdi? Diyalogni anglayli, jadvaldagi bo'sh o'rinlarni to'ldirayli debdi savaqdoshlar. Qarasak, otel forumu. Nima degan gap bu? Mehmonxona jadvali debdi. Undaqda biz bu diyalogni bir anglab chiqayli va diyalogdagi asosan bu bo'sh o'rinlarni to'ldirib chiqayli savaqdoshlar. Undaqda boshladik. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adınız nedir? Derya Günay. Adresiniz nedir? Gül Mahallesi, 7. Sokak, No 34, Emek, Ankara.
Telefon numaranız nedir? 0525 340 84 67. Ne zaman geliyorsunuz? 29 Kasım'da. Kaç gün kalacaksınız? 4 gün. Kaydınız tamam. Oda numaranız 315. Diyalog muşu bu savaqdaşlar, diyalogdaki boyunca muşiyadaki boş orullarını adı, adres, telefon numarı, yatak numara degandek bu kun ay yıl deganlarni to'shqizib shu bo'yicha to'liq olsanglar bo'ladi. Endi keyin qarasak savaqdaşlar yazma, yani yezish bölümü debde yazıqchilik. Aşağıdaki formu kendinize göre dolduralım. Nima debdi savaqdaşlar? Astidagi jadvalni o'zingizning ahvoliga asosan to'ldiring debdi savaqdaşlar. Qarasak, bu bir nima ekan? Mehmonxonaninki mushundaq bir jadval ekan. Özdemir Otel İstanbul debdi. Nima ekan bu mehmonxonaning ismi? Özdemir mehmonxonasi ekan savaqdaşlar. Muşa qarata o'zinglarning ismini, familiyasini, adres, telefon numeri ve yataqqa kirish, chiqish tarixi degandek shularni to'shqizib, o'zingizning bu darsda o'rgangan son va daraja sonlarini ishlatib, shu bilimlaringizni texnik mukammallashtiring, ishlatib beqing demakchi. Mushu bo'yicha qilib olsanglar bo'ladi. Endi keyin qarasak savaqdaşlar, konuşma, yani sözleş kısmı. Eşli çalışalım. 3 sayı söyleyelim. Arkadaşımız sayıları yazsın. Sonra kontrol edelim. Nima deb savaqdaşlar? Eşli çalışalım. Eş degan nimatda moslashtirish jup degan gapda. Hamda bu yerdagi eşli çalışalım degan gap nima degan gap savaqdaşlar? Jup bo'lib, ya'ni ikkidan bo'lib mashq qilaylik debdi. 3 sayı söyleyelim. Nima debdi? 3 tane san so'zlayli deyli debdi. Arkadaşımız sayıları yazsın. Nima qilsin? Yani birimiz 3 tane sanni deyli, yani bir dostumuzca bu sallarını yazsın. Sonra kontrol edelim. Keyin bizning deganlarimizni bu to'g'ri yoza oladimi? Shu bo'yicha kontrol qilaylik debdi. Bu bizga nisbatan intayin oson, chunki sonlarning o'qilishi boyatdan biz degandek asosiyatdan o'xshash bo'lganligi uchun bu bizga intayin oddiy to'xtaydi savaqdaşlar. Shuning bilan ikkinchi darsninki B qismi o'sha yerda oxirlashgan bo'ldi. Savaqdaşlarning darslarini yaxshi o'zlashtirib, yaxshi takror qilib mengishiga tilakdoshman. Kelaqtim ko'rishcha, salomat bo'linglar. Allohga emanet.